Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana yangi ishlarimiz o'z nihoyasiga yetib o'rnatdik. Xudo xolasa bu yerga veranda qilib berganmiz. 3 ta romi bor. Bu yoqda bitta katta eshigi bor. Ichkarilarga bitta MDF eshik, ikkita MDF rom qo'yib berganmiz. Operator bu yaqinroqdan kelib oling. Xudo xolasa mana chiroyli chiqqan. Ko'rib turganingizdek, hamma yo'g'ini original narsalardan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa xizmatiga baho bera olasizlar. Sifatiga. Materiallarimiz ekipmendan bo'lgan, yo'dvi oyna bo'lgan, bir qavat oyna. Xudo xolasa bu yog'iga ichkarilarga MDF eshik romlari qo'yib berganmiz. Rangi cho'qqi svetda bo'lgan. Bitta romimiz bu yerda bor, bittasi tashqariga qo'yilgan. Xo'p, bu yog'ida eshiklarimiz bo'lgan, lola fason, cho'qqi svetda. Oynalari germetiklangan, taraqlamaydi. Xudo xolasa original narsalardan, hamma yo'g'ini original narsalardan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlariga bir baho bersanglar bo'ladi. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Nomerlarimiz 99 lik kodi bilan 177 70 66. Hammaga rahmat. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha.